Hammamizga ma'lumki, yurtboshimiz tomonidan 5-marta korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda vazirlik idoralar tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash tizimi tanqidiy ko'rib chiqildi. Shu bois prezidentimiz tomonidan bir qancha vazifalar aniq belgilab, kamchiliklarni bartaraf bo'yicha vazifalar yuklatildi. Vazirligimiz tomonidan ushbu yig'ilishda ko'rilgan masalalar bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shu bois 147-sonli prezident qarori bilan compliance tizimi qayta ko'rib chiqilib, vazirlik tomonidan yangi struktura tashkil etildi, ya'ni compliance bo'limi yangi tartibda ishini boshladi. Buning asosiy vazifalari aniq belgilandi, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash tizimini aniq vazifalar belgilanib, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Shu bois quyidagi ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Asosan 5-marta yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi kurash standartidan o'tkazish bo'yicha qaror loyihasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan birga ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Shu bois vazirlik tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning shaffofligini ta'minlash borasida aniq raqamlashtirishga oid ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bundan tashqari bo'lim yangi tarkibda ishini boshlab, buni vazifalari aniq belgilandi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ishlarni samarali olib borish vazifalari belgilandi. Xodimlar o'rtasida huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash vazifalari belgilandi. Xodimlar o'rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha o'quv seminarlarni o'z vaqtida va xodimlarga korrupsiyaga oid normativ hujjatlarni mavzu mohiyatini tushuntirish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga vazirligimiz tomonidan yuqorida aytib o'tilgan masalalar bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilib, ya'ni vazirlik xodimlar o'rtasida seminar, o'quv seminarlar tashkil etilib, ularga yetkazildi. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yangi farmon qabul qilindi. Buning mazmun mohiyati ham xodimlarimizga yetkazildi. Bundan tashqari vazirning byurog'i bilan 39-sonli byurog'i bilan aniq vazifalar ishlab chiqilib, ya'ni ichki normativ hujjatlar ushbu farmonga moslashtirildi, ya'ni qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Buni vazifalarimiz belgilanib, bu borada ishlar davom etmoqda. Investitsiyalar va sanoat savdo vazirligi hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurash borasida bir qancha ishlarda amalga oshirilib kelmoqda. Ya'ni bizga ma'lumki 5-martdagi prezidentimizning korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashidan kelib chiqib, aniq vazifalar belgilandi. Bu borada prezidentimizning 71-sonli farmoni qabul qilindi. 1147-sonli qarori qabul qilindi. Shu bois vazirlik tomonidan 39-sonli byuro qabul qilinib, aniq vazifalar belgilandi. Bunda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xodimlarning mas'uliyati oshirildi. Shunga asosan ichki normativ hujjatlarimiz ham qo'shimcha o'zgartirishlar kiritib, xodimlarga ijro uchun yo'naltirildi. Bundan tashqari vazirlik tizimidagi vazifa funksiyalarining xavf-xatarlari baholanib, 71 ta funksiyamiz qayta baholandi. Shundan 41 tasi o'rta va yuqori baholangani bois chora-tadbirlar belgilanib, bularni bartaraf qilish bo'yicha aniq vazifalarimiz amalga oshirilib kelinmoqda. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurash ishlarini tanqidiy ko'rib chiqib, hay'at yig'ilishida ko'rib chiqildi. Amalga oshirilgan ishlar tanqidiy ko'rib chiqilib, vazirlik rahbar xodimlariga aniq vazifalar belgilandi. O'z navbatida rahbarimizning murojaati ham xodimlarga nisbatan bildirilib, ya'ni korrupsiyaga murosasiz munosabatda bo'lishi to'g'risida xodimlarga yetkazildi. Shu bois
murojaatdan kelib chiqib, Bosh prokuratura bilan qo'shma qaror qabul qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikda aniq vazifalar belgilanib, tizimdagi ko'rsatiladigan xizmatlarni raqamlashtirish, barvaqt korrupsiyani oldini olish yo'nalishlari aniq belgilab olindi. Asosiy yo'nalishlarimiz shu ko'rsatiladigan xizmatlar, sanoat zonalaridagi yer ajratish, bino ajratish bilan bog'liq vazifalarda ko'rsatiladigan xizmatlarda korrupsiyasiz xizmatlarni ko'rsatish ishlar aniq belgilab, hozirgi kunda hamkorlikda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Eng muhimi, bundan tashqari xodimlarimizning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi akademiya bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda 91 ta nomzod berilgan bo'lib, 40 dan oshiq xodimlarimiz korrupsiyaga oid huquq va bilimlarini oshirib, sertifikatlarga ega bo'ldi. Undan tashqari vazirlik tizimiga ishga yangi qabul qilingan xodimlar to'g'risida yil davomida 2 marta seminar, trening o'tkazilib, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ichki qabul qilingan normativ hujjatlar mazmun mohiyati tushuntirilib kelinmoqda. Undan tashqari compliance bo'limi xodimlari ham doimiy ravishda huquqni muhofaza qiluvchi akademiyalarda o'zining malakalarini oshirib, xorijiy tajribalarni o'rgangan holda bilim va ko'nikmalarini oshirib kelmoqda. Aholi o'rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda targ'ibot tashkil ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.